Dizaynerlik ijodiy imtihonida mana shu xatolarni qilsangiz, yuqori balldan quruq qolasiz. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rib, qaysi xatolarni qilishingizni bilib oling. Ko'pchilik abituriyentlar aynan shu xatolar sababli past ball olib institutga kirisha olmaydi. Birinchisi, kompozitsiya yoki naturani qog'ozga nisbatan juda ham katta yoki juda ham kichkina bo'lishi yoki tepaga yoki pastga tiqilib qolishi yoki bo'lmasam o'ngga yoki chapga surilib ketib qolishi, o'rtacha va o'rta razmerda bo'lishi kerak. Ikkinchisi, proporsiyaga e'tibor bermaslik, ya'ni qo'li, oyog'i, bo'yni uzun bo'lishi yoki qo'li, boshi kichkina bo'lishi. Qizlar, birinchi o'rinda figurani to'g'ri chizishga e'tibor qarating. Uchinchisi, eng muhimi, chizgan ishingizni oxirigacha tugallanmasdan topshirish. Bu degani yuqori ball o'qiladi degan. Shuning uchun maksimalni 3 ta model emas, to'liq 5 ta modelni bitirib tugatishga ulguring. Yuqori ball sizniki bo'ladi. Ijodiy imtihongacha foydali maslahatlar berishda davom etaman. Hali ikkinchi qismi bor, obuna bo'ling. Dizaynerlik yo'nalishiga tayyorlanayotgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'ying va kuzatib boring.